Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga munosabatli bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 1 oktyabr qog'iliqda harbiy gazarmaga motosiklet bilan hujum qilish voqeasi yuz bergan bo'lib, voqeada 20 necha kishining yaralangan va o'lganligi ilgari surilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 20 necha yoshlar chamasidagi 2 nafar Uyg'ur yosh 1 oktyabr Guma noyisidan qog'iliq noyisiga motosiklet bilan kelgan. Motosikletdagi 2 kishidan biri qog'iliqning Bashiriq yezisiga kelganda tushib qolgan. Yana biri motosiklet bilan Chasi masjid tezisidagi Ko'k-Ko'rik degan yerdagi Xitoy chegara mudofaa qismining harbiy gazarmasiga hujum qilgan. Hujum natijasida portlash yuz berib, hujumchi va askarlar bo'lib 20 dan ortiq kishi yaralangan va o'lgan. Qog'iliq Bashiriq soqchixonasi voqeaning rostligini isbotladi, lekin o'lish, yaralanish hodisasi haqida ma'lumot berishni rad qildi. Albaniyada yashayotgan Uyg'urlar axborot vositalarining qiziqishidan unumli foydalanib, Uyg'urlar masalasini dunyoga tashviq qilishga ahamiyat bermoqda. Albaniyadagi Uyg'urlardan Abo Bakri apandi o'zini Uyg'ur sanaydigan har qanday kishining vatan ozodligi uchun qo'lidan kelishicha xizmat qilishi lozimligini ta'kidladi va o'zlarining barliq imkonlardan foydalanib, vijdoniy burchini ado qilayotganligini bildirdi. Bundan 6 yil ilgari Guantanamo turmasidan ozod qilinib, Albaniyaga yerlashgan Uyg'urlardan 4 nafari hozirmo Albaniya poytaxti Tiranada yashamoqda. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari komiteti Uyg'ur elidagi kishilik huquqning davomli nacharlashganligini bildirdi. Yuqorqi ma'lumot komiteti 3 oktyabr Xitoy haqida e'lon qilgan doklad o'tirg'i qo'yilgan. Dokladda Xitoydagi Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlar huquqining davomli og'ir dafsandichilikka uchrayotganligi bildirilgan. Doklad yana Xitoyning qo'sh tillik ma'rif siyosati tanqid qilinib, Xinjiang doiralarining ma'rifni xitoylashtirib, Uyg'ur va boshqa asonliq millatlarning tilini yo'q chiqaradigan bu xil qo'sh tillik ma'rif siyosatini ijro qilishni kengaytirayotganligi ko'rsatilgan. Sobiq o'qituvchi Salomat xonim atalmış qo'sh til ma'arifi sababli Uyg'ur milliy sapasining kelgusida tuvanlab ketishidan andish qilganligini bildirdi. Salomat xonim navbatda Gollandiyada yashamoqda. Uning bildirishicha, Uyg'ur avlodlari yo'liqayotgan krizislardan eng gavdalik bo'layotgani til yiziq va urf-odat krizis ekan. U yana bugungi majburiy ma'arif sistemasida suiqasdlik planlarning borligini ilgari surdi. 2012 yil oktyabr kirishi bilan Shvetsiya ko'chmanlar idorasi 40 dan ortiq Uyg'ur siyosiy panohlanguvchiga mangulik o'ltiraqlash salohiyati berilganligini e'lon qildi. Bu xo'sh xabar Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoatchiligini hayajonga cho'mdirdi. Bu munosabat bilan 10 oktyabr tushdan keyin Shvetsiya parlamentida tabriklash yig'ini o'tkazildi. Yig'inni Shvetsiya Uyg'ur do'stlik jamiyatining Shvetsiya parlamentidagi a'zolari bilan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi birlikda uyushtirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu navbat panohlik berilgan Uyg'urlarning ko'pinchisi 2009 yildagi 5-iyul voqeasidan keyin siyosiy panohlik tilgan kishilar ekan. Bu iltimosning o'ngishli hal bo'lishida Shvetsiya parlament a'zosi Mehmet Kaplan, Uyg'ur ma'rif uyushmasi mas'ullari va siyosiy faoliyatchi Mehmet To'xti qatorliqlar ko'p tirishchilik ko'rsatgan. Yaponiyada o'qiyotgan o'quvchilardan Muhammad Tash jamiyatshunaslik fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishdi. Muhammad Tash 2003 yili 4-oydan 2012 yili 10-oygacha Yaponiya O'rta-Zamin universitetida jamiyatshunaslik kasbi bo'yicha magisterlik va doktorlikda o'qigan. U Turkiyaning Qaysari shahridagi Uyg'urlar ustidan elib borgan tadqiqot natijalariga asosan doktorlik unvoniga erishdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.